Assalomu alaykum, Agrotexnika o'z kanalini kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga Polsha davlatida ishlab chiqarilgan Akpil nomli diskiy baranani video obzor qilib beraman. Bu diskiy barana Gepard nomlanadi. O'zi Akpil zavodi ish faoliyatini boshlaganiga 1975-yildan boshlab qishloq xo'jalik texnikalarini ishlab chiqarib keladi hozirgi kunga qadar. Bu hozir turgan oldi turgani 4 metrlik va orqa tomonda turgani 5 metrlik hisoblanadi. Buni diskasining diametriga keladigan bo'lsak, diskaning diametri 56 sm razmerda bo'ladi. Buni bu stokan, har bitta stokanning orasi 23,5 sm. Hozir mana o'lchab beraman. 23,5 sm-dan chiqadi har bitta stokanning orasi. Xo'p, disklar soniga keladigan bo'lsak, disklar soni 32 ta bo'ladi. 20 ta. Xo'p, bu tomonda 8 ta joylashgan. 8 ta yana bitta bu tomonda tepadagi bilan 8 ta joylashgan. Tepadagi kesib ketadi. Narigi tomonda ham xuddi shunaqa bitta kesib ketadigani bor. Haligi ikkita yerda chiroyli qilib ketish uchun tumaloq disk qo'yilgan bunga. Keyin orqasidagi katoga dashkovoy katok hisoblanadi. Bu Yevropada juda ham ko'p diskalarga qo'yiladi. To'lmetda ham shunaqa katok qo'yilardi. Bunda ikkitali bo'ladi, to'lmetnikida bittali varianti ham bo'ladi. Endi buni mana bu yon tomonida temiri bo'ladi. Agar bunga kesak tiqilib qoladigan bo'lsa, mana bu narsa o'sha kesaklarga tushib, ezib ketadi mana. Qo'yib qo'yilgan. Bu ochilib yopiladi. Silindrlarni ko'rishlar mumkin bu tomonni. O'rtaga katta silindr qo'yilgan. Ballonlari ham shu diskani ko'tarish uchun kattagina ballon qo'ygan. Bunga orqada kechqurunlarga chiroqlar qo'yilgan, gabaritli chiroqlari. Endi buni og'irligiga keladigan bo'lsak, og'irligi 3 tonna 804 kilogramm chiqadi. Agar buni sudratma qilmasdan buni navesni qilib ishlataman deganlarga ham traktorga uzib qo'yiladi. Bu tortqilarni uzib turib, traktor o'ziga navesni qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Yo'l transportli holatda orqa ballon yo'lda ko'tarib ketadi. Faqat orqa naveskasi ko'tarib tushirgani. Endi 5 metrga keladigan bo'lsak, 5 metrligi bunda ham diskning diametri 56 bo'ladi. 56 tepada bitta tumaloq narigi tomondan xuddi shunaqa kesib ketadigan, ikki yon chetini kesib ketadi chiroyli qilib ish sifatli chiqish uchun. Keyin bularda italyanskiy stupitsa qo'yiladi, italyanskiy diska va italyanskiy stupitsa qo'yiladi. Bu yog'lanmaydi. Zakritniy podshipnik deyiladi. Remont ham qilinmaydi. Chang ham kirmaydi, remont ham qilinmaydi. Bitta almashtiriladi. Agar mabodo qachondir ketib qoladigan bo'lsa, remont qilinmaydi, shu bitta boshqa qo'yib almashtiradi. Ya'ni rezinkalar qo'yilgan bunga, ramaga shikast yetmasligi uchun rezinkalardan qo'yilgan. Buni aylanasi 33 sm chiqadi buni. 3 yo 4 sm ekan. 4 sm-lik aylanasi. Rezinalar qo'yilgan. Bunda disklar soni 40 ta bo'ladi. 40 ta bo'ladi. Bu nagniga o'xshab xuddi bu ham qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa ishlangan. Katogi ham bir xil. Orasiga kesak kirib qolganda kesaklarni chiqarib ketadi mana shu narsa. Va gabaritli chiroqlar qo'yilgan. Bunga ham gabaritli chiroqqa shnurlar tortilib, orqaga traktorga ulash uchun kabellar tortilgan. Endi bunda narigi tomoniga qo'yilgan, bunisi mana bu tomonga olib qo'yganimiz. Silindrlari, raspeterlari ham yo'lda taqsimlab berish uchun.
Buni og'irligi keladigan bo'lsak, og'irligi 4 tonnai 204 tonnai 230 kilogramm chiqadi. Bu narxlarga keladigan bo'lsak, 4 metrligini narxi, endi asosiy mavzuga o'tamiz. Narxi 335 million so'm, 5 metrligini narxi 380 million so'm turadi. Hozir lizinglarni endi aytib o'tib ketaman, qaysi lizing orqali oladiganlarga hozir agrolizing birinchilardan ochiladi degan gapi bor. Endi hozir dalli momentda mikrolizing, avtosanoat lizing orqali berilaveradi. Ikkalasi ham 30% to'lov qilinadi, mikrolizingda 35%. Unda 5%, 4,5% komissionni, 0,5% sug'urtasi bor. Lekin avtosanoatda 30% da o'zi komissionni unaqa narsalari yo'q. Shu ikkalasidan olsalaring bo'ladi. 30% to'lov qilib, mikrolizingda 6 oyda bir, avtosanoatda 3 oyda bir to'lov qilsalaring bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha nomerimizni aytib o'tib ketamiz. Nomerimiz 99lik 916 30 05 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Agar yana bu nomer ishlamasa 91lik 128 72 27 va yana bitta nomerimiz 90lik 631 97 07 nomeriga telefon qilaverasizlar. Shu uchala nomerlarimiz ishlaydi.